Men o'ldim deb gumbira qarsillatib to'y qilmoqchimisiz o'lganingizdan keyin? Bundoq bizdan bir maza qilib ovqat yeylik, to'yib. Shuncha pullarni sanab olasiz-ku hammamiznikini. Oyijon, sizga bitta savol-da. Shuncha pulni nima qilmoqchisiz? Orqangizga ortib ketmoqchimisiz nariyoqqa qarab? Yoki tilladan tut yasatmoqchimisiz? Ha? Ipekdan kafan kiygiz kelyaptimi yoki? Axir nimadir qilishingiz kerak-ku buni. Yig'ilayotgan pulni nima qilmoqchisiz? O'limligingizga yig'yapsizmi? Gapiring. Ovozing o'tsin. Ovozgina o'tsin. Yoki men o'ldim deb gumbira qarsillatib to'y qilmoqchimisiz o'lganingizdan keyin? Nimadir qilishingiz kerak-ku bu pulni. O'chir, ovozingni o'chir. Eshitgim kelmayapti, o'chir. Nima? O'chirmayman. O'chirmayman. O'zicha tilimizni chiqishigacha siz aybdorsiz. Dajicha bitta narsa ola olmaymiz o'zimizga. Shu oylik olib kelib, shuncha pul topib, bitta narsa ola olmaymiz. Mana ustimdagi kiyimchi qornim o'sha sig'magandan yorilib ketaman deyapti. Bitta ikki qat bo'lib, bir donagina sarafon kiy olmadim odamga o'xshab. Yana o'chirdingiz menga. Shuncha o'g'ilni tug'ishni bilgan, buyog'ini ham eblab qo'yadi. Tug'ishdan oldin o'ylash kerak bunaqa narsalarni, oyijon. Hammamiz jaraq-jaraq pulni olib kelib berganimizdan keyin buyog'ini ham chiroyli qilib to'g'rilab qo'yishni ham o'ylash kerak, oyijon. Voy. O'zim ham shunaqa o'zini orzu qilganman-da, qaynonamga shart gapirib tashlaydigan. Anu maqoli endi tushundim. Zo'rdan zo'r chiqsa, zo'r xotini qilsa degan maqoli endi tushundim. Sizlar qachon tushungansizlar? Bopladi-da o'zini malladingiz. Voy, shu maza qildi, shunaqa maza qildim. Men shunaqa gapira olmaganman qaynonamga. Malladingiz. Nafsining quli bo'lgan ba'zi bir qaynonalar uyingizga keladigan dunyoning odamidan uyalasiz-u, lekin dunyoga keladigan jajjigina nevarangizni sog'lig'ini, kelajagini siz o'ylamasangiz kim o'ylaydi azizlarim?